Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Yaponiya tug'ilib cho'ng bo'lgan bu yil 34 yoshga kirgan Uyg'ur qizi Alfiya Ablatning Yaponiya Avam palatasining bu yillik umum saylimida Yaponiyaning hokimiyat beshidagi liberal erkin demokratlar partiyasining parlament a'zosi bo'lib saylanganligi xabari chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizni cheksiz iftixorlantirdi. Yaponiya Avam palatasining bu yillik umum saylimining natijasi 23 aprel kuni e'lon qilindi va Yaponiyada Arifiya Eri degan ism bilan tanilgan Alfiya Ablatning Yaponiya parlamentining a'zosi bo'lib saylanganligi rasmiylashdi. Siyosiy kuzatuvchilar Uyg'ur qizi Alfiya Ablatning Yaponiya parlamentining a'zoligiga saylanishining Uyg'urlarning muhojirat tarixidagi zo'r voqealarning biri deb qaramoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 24 aprel kuni bu munosabat bilan maxsus bayonot e'lon qilib, Yaponiya Avam palatasiga Alfiya Ablatning saylanganligini olqishladi. Qurultayning bayonotida buning Uyg'ur Yapon jamiyati, shundaqli dunyodagi Uyg'urlar uchun tarix ahamiyatiga ega muhim g'alaba ekanligi o'ttirib qo'yildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana Alfiyaning Yaponiya fuqarolari va davlatning manfaati uchun xizmat qilganligiga qat'iy ishonish bilan tang, uning Yaponiya parlamenti va boshqa yuqori darajalik munbarlarda Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'yganligiga bo'lgan umid ishonchisini ifodaladi. Yaponiyada bu navbatlik parlament saylimiga qatnashishga tavakkul qilgan Yaponiyada Arifiya Eri degan ism bilan tanilgan Alfiya Ablat bu tur Yaponiyaning hokimiyat beshidagi liberal erkin demokratlar partiyasi tomonidan nomzodlik ko'rsatilgan edi. U yaponcha, Uyg'urcha, Xitoycha, inglizcha, turkcha qatorliq ko'p xil tilga ega bo'lib, oldingi 5 yilda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi shtabida vazifa o'tagan. Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bir mezgilda chet elda tug'ilgan ikkinchi avlod Uyg'urlardan biri bo'lgan Alfiya, ya'ni Arifiyaning Yaponiya parlament saylimiga nomzod bo'lganligi yolg'iz uning Uyg'urlik orqa ko'rinishi bilan emas, balki ko'p qirliq va ko'p tillik kuchli nomzod ekanligi bilanmi Bloomberg qatorli xalqaro matbuotlarda ko'p qatim tilga ilingan edi. 34 yoshli Alfiyaning ota-onasi Sharq Turkistondan Yaponiyaga o'qishga berib qilib qolgan bo'lib, u 10 yosh vaqtida Yaponiya fuqaroligiga o'tgan ekan. U oliy maktabni Amerikaning Georgetown universitetining tashqi siyosat fakultetida o'qigan. O Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Katibat boshqarmasida ishlashdan burun Yaponiya bankasida ishlagan. Yaponiyadagi Uyg'urlar oylardan buyon Alfiyaning saylamdagi faoliyatlari va natijasiga diqqat qilib kelayotgan bo'lib, ularning televiziyadagi saylam natijasi e'lon qilingan hamon Yaponiya parlamentida bir Uyg'ur parlament a'zosi bo'lganligidek bu xo'shallik xabarini o'zaro ham bahrlab va butun dunyodagi Uyg'urlarga yetkazib o'rtoqlashayotganligi ma'lum. Alfiya Ablat O'rta Osiyo ellaridan boshqa har qaysi chet el davlatlarda yashayotgan Uyg'urlardan parlament a'zoligiga saylangan tunji Uyg'ur bo'lib, ijtimoiy taratqularda Uyg'urlar uning Yaponiya parlamentiga kirishining demokratik erkin ellarda yashayotgan Uyg'urlarning avlodlarining o'zlari yashayotgan davlatlarning saylamlariga qatnashishiga va siyosatiga aralashishiga umid ham ilhom baxsh etganligi. Bir Uyg'ur qizga bu fursat bergan Yaponiya xalqi va davlatidan minnatdor ekanligini bildirishdi. Lager şahitlerimizden Qalbinur Sidiq ve Sayragul Savutbay xanımlar Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan Shvetsiya Uyg'ur birlik tarafidan birlikda uyushtirilgan ve 24 aprel kuni boshlangan Shvetsiya Uyg'ur haftaligi faoliyatiga qatnashish uchun Stockholm shahrida Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati bilan jam bo'ldi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va jazo lagerlarini dunyoga fosh qilishda muhim rol o'ynagan qahramon lager shahidlarimiz Qalbinur Sidiq va Sayragul Savutbay xanımlarni Stockholmda Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtnur Abdurim qatorliqlar qizg'inlik bilan kutib oldi. Lager shahidlarimiz Shvetsiya Uyg'ur haftaligi faoliyatida Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'atining butun faoliyatlarida birga bo'ladi. Shvetsiya Uyg'ur haftaligi faoliyatining tunji kuni, ya'ni 24 aprel kuni tushdan keyin Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Stockholmda kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq ba'zi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan dastlabki qadamda uchrashuv ilib berib, ular bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentiga qanday qabul qildirish masalasi haqida muzokara ilib borgan edi. Bugun tushdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi Stockholmda maxsus axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining 2022-yillik Uyg'ur vaziyati haqidagi umumiy dokladini e'lon qildi. Stockholm vaqti soat 16:30dan 17:30gacha davom qilgan axborot e'lon qilish yig'inining naq maydon ko'rinishini stansimizning YouTube kanalidan bevosita ko'ra olasiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Shvetsiya Uyg'ur birlik tarafidan birlikda uyushtirilgan bu qitimqi Uyg'ur haftaligi faoliyatining asosli maqsadi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentiga qabul qildirish va Shvetsiya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish va Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining Shvetsiyaga import qilinishining oldini olish uchun maxsus qonun tadbirlarini yo'l qo'yishni qo'lga keltirish bo'lib, Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati bu bir haftalik faoliyat jarayonida Shvetsiya Uyg'ur birligining mas'ullarining hamrohligida Shvetsiya parlamenti va Shvetsiya hukumatini ziyorat qiladi.
Shvetsiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy guruhlarning mas'ullari bilan keng doirada uchrashish olib boradi. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Sizlerge Şvitsiyanın paytaxtı Stockholm'dan Şvitsiya parlamentinin aldığın salam. Bu yerde bizden kahraman kamp şahitlerimiz, Şvitsiya Uygur Birliği'nin rehberleri, Dünya Hukuk Kurultayı'nınki vekilleri bulup bir hayat bizden Şvitsiya'daki faaliyetlerimizin tönegünden başlayıp resmi başladık. Bugün ikinci günümüz. Bugün biz parlamentoda okşamadan siyasi partiyalarınki, iktidardaki partiya, muhalefetteki partiya bulup her qaysi partiyalarınki parlament azaları bilen, Taşkı İşler Komitesi'nin rehberleri bilen, İnsan Hakları Komitesi'nin rehberleri bilen ayrı ayrı uçuruşumuz oldu. Uygur erkek kırgınçılığını Şvitsiya parlamentosunda en kısa vakitte ötküzüş ve şundaklı bir yerde bir dostluk grubunu kuruş, Şvitsiya'daki Uygur mecburi emgekliğe çetişip olan şirketlerinin mesuliyetlerini sürüştürülüş okşaydıgan bir katar mesele hakkında etraflık müzakeremiz oldu. Hazırlık olan yığınlarımız jarayonida Şvitsiya parlamentindeki her qaysi siyasi partiyalarning Uygurlarga nisbatan nayt güçlük bir histaşlığının bağlılığını his kıldık. Şundaklı bugün bulup bu iki kamp şahitlerimizin özünün beşli ötküzgen sergüzleşlerini anlagandan keyin ularda nayt güçlük bir tesiratının, nayt güçlük bir hissiyatının, hayacanının ve şunda kollaşının bağlılığı şekillendi. Bizim ümidimiz en kısa vakitin yüzünde muşu parlamentoda Uygur erkek kırgınçılığı kararının çıkıdığalığımızdan zor bir işençimiz şekillendi. Bu arzuyumuzda, bizim bu hislerimizde bütün halkımız, milletimizden ortaklaşına uygun gördük. Rahmet sizlerge. Shvetsiya Uyghur Haftalik faoliyati jarayonida yana 28 apreldan 30 aprelgacha Dünya Uyghur Qurultayı bilan Shvetsiya Uyghur Birligining o'rinlashtirishida Uyghur yoshlarini xalqaro qonun, diplomatiya, xalqaro siyosat bilimlari bo'yicha tarbiyalash kursi o'tkaziladi. Kursda dunyoning har qaysi ellardan keladigan yoshlarimizga chet ellik va Uyg'ur mutaxassislar tarafidan yuqorqi mazmunlarda, shundaqli Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati, Uyg'ur davosining xalqaroliq yuzlanishi, chet ellarda ilib berilayotgan milliy kurashimizning o'tmishi va buguni qatorliq keng mazmunlarda leksiyalar berildi. Tayland paytaxtı Bangkok şəhərindəki bir musafirlar mərkəzində 2014 yıldan beri tutup durulayotgan Uyghur musafirlərdən yana bir kişi 23 aprel günü kesel səbəbindən vafat bolğan. Bu, yaxın qış aydan beri Tayland musafirlərini tutup duruş ornunda tutup durulayotgan Uyghurlardan kesel səbəblik vafat bolğan ikinci kişidir. Bunundan 2 ay avval 2014 yılının axırlarından beri Tayland musafirlərini tutup duruş mərkəziga qamalğan Uyghurlardan Aziz Abdullah ismli kişi kesellik səbəbindən vafat bolğan idi. Dünya Uyghur Qurultayı mərkəzi işxanası təminləyən uçurdan məlum bolishicha 41 yaşlıq Məttoxti Mət Qurban 23 aprel vafat bo'lib, namozi Bangkokdagi bir masjidda tushirilib dafn qilingan. Xabarlarda 1982 yil tug'ilgan Məttoxti Mət Qurbanning xotin Keriya noyisidan ekanligi bildirilmoqda. Navbatda uning qanday kasal sababdan vafot bo'lganligi, uning qachondan beri Tayland musofirlar lagerida yetayotganligi qatorliq tafsilotlar tex aniqlanmadi. Lekin Taylanddagi xalqlarni kuchaytirish harakati tashkiloti bu yil 2 oyda vafot bo'lgan 49 yaşlıq Aziz Abdullah'ның öpke yolluğundan vafat bolğan buluş mümkünligini bildirgen idi. Məttoxti Mət Qurbanның vafatı Tayland ve chet el kishilik huquq organlarida ve Uyghur teşkilatlarida tutqundaki mazkur Uyghur musafirlarining turmush sharoiti ve salomatlik ahvoliga bolğan jiddiy andish qo'zg'adi. Bu munosabat bilan Dünya Uyghur Qurultayı 24 aprel kuni Tayland hukumatiga bu Uyg'urlarning turmush sharoitini yaxshilash, ularni 3-bir davlatga o'rnatishtirish haqida jiddiy iltimos sundi. Taylanddagi xalqlarni kuchaytirish harakati tashkilotimi Tayland parlamenti ve Tayland davlat bexatarlik komitetiga xat yezib, Uyghur musafirlarining turmush sharoitini yaxshilashni talab qildi. Xitoyning Fransiya turishliq bosh elchisi Lu Shayi oldingi yillar Fransiya muxbirlarining ziyoratini qabul qilganda, xuddi Xitoy Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan jazo lagerlarida qayta tarbiyalash siyosatiga o'xshash bir siyosatni Xitoy Tayvan ishg'ol qilgandan keyin Tayvanliklarga qartama yo'l qo'yishni ilgari surib, xalqaro zo'r g'ulg'ullarga sababchi bo'lgan edi. 21 aprel u Fransiyaning LKI televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda, Qrim Rossiyaga tava edi. Xrushev uni Ukrainaga berib etgan, Sovet ittifoqidan ayrilib chiqqan 14 davlatning egilik huquq asosi yo'q degan qarashni ilgari surib, g'arb ellarida yana bir qatam kuchli g'azablarning qo'zg'ilishiga, keskin bas munozaralarning bosh ko'tarishiga sababchi bo'lgan. G'arb siyosatchilari, aqllar ambarlari, vaziyat analizchilari, axborot sohasi Lu Shayining bayonlari Xitoyning maydoniga vakillik qilamdi yo'q degan temada talash tortishlarni qanot yaydirgan. 23 aprel Yevropa ittifoqining 80 nafar parlament a'zosi Fransiyaning Dunyo gazetida birlashma bayonot e'lon qilib, Fransiya hukumatidan jiddiy tadbir qo'llanib, bu qarshi ilinmaydigan kishini Fransiyadan qo'g'lab chiqarishni talab qilgan.
Ular bayonotida Lu Shayining so'zlarini xalqaro qonunga ochiq-oshkor xiloflik qilganlik, uning so'zlari Yevropa ittifoqi xavf shakllantirdi degan. Bayonot yana Lu Shayining so'zlarining sharmandalarcha hujum ekanligi, diplomatiya chamberkidagi qabul qilingan so'zlar doirasidan halqib ketganligi, bu eng nachar Chilber ovozining tegishli javobga erishmas bo'lmaydiganligi tilga ilingan. Hamda uning so'zlarining munosabatli davlatlarning tarixiga, madaniyatiga, negizlik egilik huquq qurilmasida qilingan og'ir haqorat ekanligi, mavjud diplomatik munosabatlarning asosiy prinsipiga xilof ekanligi ilgari surilgan. BDT kishilik huquq kengashining xohlagancha tutqun qarshi turish xizmat guruhi Xitoy tarafidan tutqun qilingan tipik 3 delo haqida tekshirish doklad e'lon qilib, Xitoyning atoqli jurnalist Qurbon Mamut, Bag'dash to'rining qurg'uvchisi Akbar Asad va doktor Gulshan Abboslarning delosida xalqaro qonun, ahdnoma, hatto Xitoyning ichki qonunlariga xiloflik qilinganligini e'lon qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, BDT xizmat guruhi mavjud ahvollarga asosan Qurbon Mamut, Akbar Asad va Gulshan Abbos xonimni majburiy g'oyib qilib o'tilgan deb xulosa chiqargan. Dokladda yuqorqi uchaylan tutqun qilingandan keyin ularning taqdiri, oqibatining maxfiy tutilganligi, ularning delosiga qonun sirtida muomala qilinganligi bildirilgan. BDT xizmat guruhining 2017-yildan beri tunji qatim Uyg'urlarga oid shaxsiy delolar to'g'risida maxsus doklad e'lon qilib, Xitoyning bu kishilarni majburiy g'oyib qilganligini e'lon qilishidir. Atoqli jurnalist Xinjiang Madaniyati jurnalining sobiq bosh muharriri Qurbon Mamut 2017-yilning boshlarida tutqun qilinib, izdereksiz g'oyib bo'lgan. Erkin Osiyo radiosi o'tgan yili uning siyosiy jinoyat bilan 15 yil kesilganligini dalillangan. Akbar Asadning 2016-yilda tutqun qilinib, 15 yillik kesilganligi. Doktor Gulshan Abbosning 2018-yilda tutqun qilinib, 2020-yili 20 yillik kesiltilganligi ma'lum bo'lgan. Bu 3 delo Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, lager va turmalarga qamash harakatida xalqaro tanilgan 3 cho'ng tipik delo bo'lib qolgan edi. Dokladda ko'rsatilishicha, BDT xizmat guruhi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonga tutqunlarga oid andishlarga javob berishda ijobiy hamkorlashmaganligi, o'zlarining buningdan afsuslanganligini bildirgan. Dokladda Xitoyning bu delolarda xalqaro universal kishilik huquq ahdnomasining 3, 6, 9 moddalariga xiloflik qilganligi ta'kidlangan. Dokladda mundaq deyilgan: xizmat guruhi Mamut apandi, Asad apandi va Abbos xonimning tutqun qilinishining qonun asosi yo'qligi, universal kishilik huquq ahdnomasining 3 va 9 moddalariga xiloflik qilinganligini bayqadi. Xizmat guruhi yana Qurbon Mamut, Akbar Asad va Gulshan Abbos xonimning majburiy g'oyib qilinishi, ularni qonunning qo'g'dash sirtida qoldirib, universal kishilik huquq ahdnomasining 6 moddasiga xiloflik qildi deb qaraydi. Dokladda qayd qilinishicha, bu kishilarning tutqun qilinishi ahdnomaning 1-moddasiga asosan majburiy g'oyib qilib o'tishga kirdi ekan. Dokladda bu delo yana BDTning majburiy g'oyib qilishga qarshi turish xizmat guruhiga yo'llanganligi bildirilgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.